Jannatda ham Qur'on o'qiladimi degan. Albatta. Jannatda o'qilsin-da Qur'on. Bunga dalil Alloh Ar-Rahmandir. Allohning o'zi Ar-Rahman, Allohning o'zi Ar-Rahimdir. Bu jannatga kirganimizda, masalan, men haqiqatda eng jannatga kirishlikdagi birinchi o'sha shavqim, men shu tezroq kirsam-u deyman o'zim. Bu vali zot ekan, bu savolni bergan zot. Alloh aziz qilsin bu zotni. Men doim jannatga mushtoq bo'laman. Nima uchun bilasizmi? Alloh shohiddir. Mana Ramazon arafasidamiz. Shu tezroq kirsam-u, hatto u anhor, u qasrlariga men e'tibor qilmayman. Alloh shohiddir. Kirsam-u, Hazrati Ubay ibn Ka'bni masalan qiroatlarini eshitsam, qanday qiroati deyman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiroatlarini eshitsam deyman, qanaqa qiroat bo'lganda. Hatto men tushlarimda ko'p duo qilaman, lekin gunohimizdir, bir amalimizda zaiflikdir, hech ko'ra olmayapmiz. Rasulullohni hatto tushlarimizda ham qiroatlarini eshitsaydik degan dunyolarda umid yashayapmiz. Endi uyga kirganimizdan keyin eshitamiz. Abdulloh ibn Mas'udni eshitamiz. Zayd ibn Sabit al-Ansoriylarni eshitamiz. Ubay ibn Ka'bni eshitamiz. Qancha o'sha qurro sahobalar, Huzayfatul Yamanni o'zlaridan Hazrat Abu Bakrni aytadilar, sahobalar Hazrat Abu Bakr Qur'on o'qiganlarida shunaqangi tadabbur bilan, shunaqangi e'tibor bilan o'qiganlaridan jigarlari erib, xuddi kabob bo'layotganday jigarlaridan bir hatto hid kelardi. Nega? Shu Qur'onga berilib ketganlarida. Hazrat Abu Bakrlarning qiroatlarini eshitamiz. Eng afzali payg'ambar alayhisolatu vassalam, balkim Davud alayhisolatu vassalamni zaburlarini eshitamiz. Zabur Davud alayhisolatu vassalam va aytiladi, rivoyatlarda keladi, asarlarda, va Alloh taolo bandalarni yaxshi ko'rganligidan jannat ahliga hal azidukum deb o'zini jamolini ko'rsatishlik bilan birgalikda o'sha kalom o'ziniki bo'lgan zot Ar-Rahman azza va jalla jannat ahliga o'zi Ar-Rahmanni o'qib berar ekan. Chunki Ar-Rahman nima deyildi? Qur'onni kelinchagi deyildi. O'sha Ar-Rahmanni aynan Rahman bo'lgan zot o'zi o'qir ekan. Masalan, men hozir shu turishdagi umidim jannatga kirganimda faqat o'sha Alloh taolodan ana u tovushni, mana u tovushni, Hazrat Ubay ibn Ka'bni tovushni eshitib, o'sha zotga o'xshatishdi. Osimlarning qiroatlari, Hazrati Kisai, Hazrati Hamza bin Habibiniz Zayyatni hatto jinlar oshig'i bo'lgan. Jinlar ham musulmonlari bor, kofirlar bor. Musulmon jinlar u zotni kelib ko'rib, u zotga o'qib berishlikka musulmon jinlarni o'zi tashna bo'lgan. Kufada o'zlari kufaliklar va Basradan yog' olib kelib sotadilarda, Kufada yog'chi Hamza bin Habibiniz Zayyat deya taxallus olganlar. Hamza bin Habib az-Zayyat. U taxalluslari nega? Basradan olib kelib Kufa ahliga yog' olib kelib, yog' bilan ta'minlab tadbirkorliklari yog'da bo'lganligi uchun yog'chi degan nomni olganlar. O'sha safarlaridan endi Kufadan Basraga jubun deyiladi, o'sha sut mahsulotlarini olib borar ekanlar. Qurtdir, sariyog'dir. Endi bir kuni Basradan qaytyaptilar Kufaga. Masofa ikkita yurt, bu Iroqda ikkilasi ham. Keyin kun botib qolyapti. Endi bugun mana u karvonsaroylarda birda tunayman deb kirib, o'zlariga bir yerni, chekani olib, sham yoqilgan zikr duolarda o'tirsalar, 20 yosh jivorida deydilar. O'zlari aytayaptilar. Bu rivoyatni Hamzani o'zlari aytadilar. Kelyapti bir 20 yoshli Navqiron, juda ham chiroyli, juda ham kiyimlari, liboslari go'zal, xuddi bir shahzodalarga o'xshaydi go'zalligida. Tik turib yonimga kelib salom berib, "Hazrat, men bu fursatni yillar davomida bu fursatni Alloh taolodan so'rab yuribman. Shu o'rinda bildimki, shu fursatdir. Izn bering, men sizga qiroat qilib beray, Qur'on o'tkazay" dedilar u yigit. Ha, o'qing. O'tirdida yigit endi o'qiy boshlabdi. Hamza aytadilarki, yigit o'qirkan men unga qarab qoldim deydilar. Nega? Ana u o'qiyotgan u 20 yoshli yigit emas, balkim o'qiyotgan men edim deydilar. Bu so'z juda ham balog'atli so'z. E'tibor bering. Aytmayaptilarki, huwa kana yaqra'u ka'annahu ana demayaptilar. Bal huwa ana deyaptilar. Bal huwa Hamza deyaptilar. O'qiyotgan odam, o'qiyotgan yigit Hamza bo'lib o'qibdilar. Aytmayaptilarki, shu qadar menga o'xshatardi emas. Yana ham e'tibor bering. U o'qiyotgan u yigit emas, balki meni o'zim edim deydilar. Shu darajada Imom Hamzani qoyil maqom qilib lol qoldirdi. Keyin aytdilarki, men sizni biron bir saboqlarimda ko'rmaganman. Siz kimsiz?
desalar, men sizni shogirdlaringizdanman. Yo'q dedilar. Men shogirdlarim ichida sizdaqa birini ko'rmaganman, illa endi ko'ryapman. Hazrat dedilar, siz Kufada mana u joyda, mana u joyda, mana u joyda dars saboq halqalarini sanayaptilarda, siz o'sha joylarda dars berasiz. Har darsingizda men borman. To'g'ri, siz meni endi ko'rayotgandirsiz, chunki men Bani fulanni jinidanman dedilar. Ana u jin ekan, jin. Tushundingizmi? Jindan o'sha bo'lgan bir o'sha musulmon shu darajada. Endi Hamza bin Habibini Zayyatni bilasizmi, ofatlarida nima bo'lgan? G'assollar kirib, endi g'usulga tayyorlasalar, o'sha hozirgi rangda desak, ko'k va yashil rang aralash, hozirgi bizni milliy o'lchamlarimizda 0,5 santimetrdan sal pastroq holatda Al-Qur'on deya ko'kraklari yozilib qolgan. Mumkin bu avval bo'lgandir. G'assollar endi odamlar endi ko'rgandir. Bu Allohning u kishiga bergan muhri bo'ladi. Ey Hamza, siz shu darajada bo'ldingizki, siz Qur'on bo'ldingiz. Men sizni muhrlayman deb ajabmaski, Allohning o'zi muhrini bosib qo'ygan. O'sha zotlarni nahotki jannatga kirganda ko'rganimizda Qur'on talab qilmasa, albatta Qur'on eshitamiz. Qur'on jannatda bo'lsin. Aynan Qur'onni eng zo'ri jannatda bo'ladi. Inshaalloh.